Assalomu alaykum. Darsimizni boshlaymiz, hurmatli talabalar. Hop, sizlar bilan e, machine learning kursini men olib boraman, Jamol Bekmattiyev. Hop, bugun kirish darsimiz, birinchi darsimiz bo'ladi. O'zi bu fanni maqsadi nima, vazifalari nima, nima uchun shu machine learning fani kerak, shu narsalarni o'rganamiz, gaplashamiz bugun. Va kursni aytib qo'yay, mana shu kursga qatnashganlarni men inobatga olaman, darsda qatnashganlarni, chunki ko'p savollar mana shu darsimizdan bo'ladi. Ko'p narsalarni aytib o'taman darsimizda. Darsga kirmaganlar mana shu hozir nima deyam, kirganlar ism familiyangizni, guruhingizni yozib qoldiringlar chatda. Shundan qarab olaman. Xo'p, bo'lmasa machine learning fani. Bu o'zi machine learning degan nima? Machine learning bu mashinali o'qitish. Bu yerda hozir e, bu fan butun dunyoda rivojlanib borayotganligi sababli butun e, sun'iy intellekt hammangiz eshitgan bo'lsangizlar kerak. Judayam ko'p Yevropada, dunyoda rivojlanganlik sababli men mana shu nimani materiallardan tayyorlaganman. Shu darsimizni materiallarini Sloveniya, Italiya shu davlatlar bilan hamkorlikda o'sha proyektimizda qilganmiz kontentini. Shundan umumiy shu machine learning sohasini qoplab oladigan barcha modellar, hamma narsani o'rgatishga harakat qilaman. Va bu materiallar ko'pchiligi ingliz tilida и o'zbek tilida ham bor. Hammasini nimaga qo'yganman? Modulga bemalol e, modulda turibdi, hammangizda chiqib turibdi. Talabalarim qo'shilgan. Modulga kirib, o'zbekchasi ham bor, inglizchasi ham bor. Darsda mana shu e, inglizcha materiallardan foydalanamiz, lekin o'zbekcha o'taman bemalol. Bu chunki buni inglizchalikini hech qanaqa farqi bo'lmaydi, chunki terminlar butun dunyoda shu inglizcha. Biz ham shu mana machine learning deb qabul qilamiz. Mashinali o'qitish degan. Shuni o'zini terminlari bilan tushunsangizlar, ertaga sizlar ham bemalol qandaydir model qilmoqchi bo'lsangizlar, o'sha terminlarni yozib, bemalol o'zingizga kerak narsani topib olsangizlar bo'ladi. U xohlovchilar uchun o'zbekcha ham materiallar hammasi bor nimada, modulda. Bemalol o'qib olsangizlar bo'ladi. Buni ham material nima ingliz tilida bo'lgani bilan men polniy o'zbekcha tushuntirib o'taman. Xo'p, bu narsani asosiy maqsadi nima? Machine learning. Bu mashinali o'qitish bizga berilgan bazalardan foydalanib, data deymiz, data deylik. Shu datadan foydalanib biz model qurishimiz kerak. Orqadagi datadan foydalanib va bu modelimiz yordamida yangi narsani predikt qilishimiz kerak, bashorat qilishimiz kerak. Endi shu yerda terminlarni tushuntirib o'taman. Bizda mana data degan bu berilganlar, ma'lumotlar, data. Keyin attributlar bor. Priznik, ya'ni alomatlar. Har bir datada alomatlar bo'ladi, oxirida klassi bo'ladi. Klass natija bu. Masalan, ob-havoni datasini qaraydigan bo'lsak, attributlar nima bo'lishi mumkin? Namlik, havo harorati, keyin qanday quyoshmi, yomg'ir, keyin yana qanaqadir parametrlar bor. Mana shular attribut parametr deb ham nomlaymiz. Endi klass nima desangizlar, masalan, mana shunaqa, mana shunaqa, shunaqa, shunaqa bo'lganda yomg'ir yog'gan. Bunaqa bo'lganda qor yog'gan. Bunaqa bo'lganda hech narsa yog'magan, zo'r, normalniy bo'lgan. Mana shunaqa e, data yig'ilgan. Deylik 5 yillik datasi bor.
Mana shuni обработка qilib biz model qurishimiz kerak va ertangi kunni predikt qilish uchun. Ertaga yomg'ir yog'adimi, qor yog'adimi yoki hech narsa yog'maydimi? Tushunarli, a? Bu kursni umumiy maqsadi o'tgan datadan foydalanib, uni обработка qilib, tahlil qilib, model yaratamiz va kelgusidagi e, biz natijasini bilmaydigan narsani o'sha natijasini klassifikatsiya, ya'ni bashorat qilish uchun yaratamiz modelni va bashorat qilamiz. Keyin uni e, to'g'rimi, noto'g'riligini tekshirib ko'rish usullari ham bor, ularni ham o'rganamiz. Mana shu kursni vazifasi mana shunaqa modellarni o'rganish. Har xil turdagi modellar bor. Shu modellarni barchasini o'rganamiz. Iloji boricha e, vaqtimiz yetganicha o'rganamiz kursimiz davomida. Xo'p, e, sekin e, kirib boraveramiz. Sekin-sekin. Bugun asosiy maqsad mana shu sizlarga yaxshilab fanni, umumiy kursni maqsadini, mohiyatini tushuntirib bersam, keyingi darslarimda hammangizga juda ham oson bo'ladi. Juda oson bo'ladi. Umumiy ideyani, g'oyani tushunib olgandan keyin u modellar hech narsa bo'lmaydi-da, asosiy maqsadni tushunib olganlaringizdan keyin. O'zi ko'p, men ham talaba bo'lganman, ko'p talabalarda bitta muammo bor. O'sha nazariy deymizmi, qanday nima leksiyalar o'tsak ham, uni hayotga tatbiqini ko'rmasangizlar, bilmasangizlar, juda qiyin bo'ladi, zerikarli bo'ladi. O'sha uchun men hamma modellar mana shu narsalarni hayotiy datalarga bog'lab, o'shalarga qo'llab e, o'rgatishga harakat qilaman. Hayotiy datalar bilan ishlaymiz biz. Hayotga tatbiqi bilan. Va hamma darsimiz amaliy aralash nazariyalari, amaliylari bilan birga e, tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Demak, hozirgi kunda datalarimiz borgan sari kattayib boryapti. Buni yaxshi bilasizlar o'zlaringiz ham. Oldinlari oddiy telefonimizni pamyati kilobaytlarda bo'lardi. Keyin rivojlanib megabaytga o'tdi. Endi gigabayt va terabaytlarga va ozgina yana 2-3 yildan keyin yana 10^3 daraja qo'shilib geksabayt va shunaqa baytlarga o'tib ketaveradi. Yangi nomlar chiqadi va shunaqa kattaygandan kattayib ketaveradi. Datalar kattayib boryapti. Endi machine learning oddiy kichkina datalar bilan ishlaydi. Lekin hozir datalarimiz kattayib, уже big dataga o'tib ketyapti. Oddiy bankdagi tranzaksiyalarni qaraydigan bo'lsak ham, juda millionlagan tranzaksiyalar bo'ladi kuniga. Xo'p, bo'lmasa mana shu sohamiz, datalarimiz qaysi sohalarga machine learning modellarini qaysi sohalarga qo'llashimiz mumkin va qanday? Birinchi biznes sohasi. Biznesda mana bank sohasi, telekom va boshqa tranzaksiyalar uchun. Biznesda bankda masalan kredit tizimida qo'llasa bo'ladi. Bitta klient keldi, unga bank kredit beradimi, bersinmi, bermasinmi? Model shuni aytish kerak. Va buni qanday aytadi? O'sha klientni polniy 10 yillik, 5 yillik kredit tarixini olib tahlil qiladi. U necha marta kreditni vaqtida to'lamagan, bankni necha marta ovora qilgan, qachon qancha vaqt vaqtida to'langan, unga ishonsa bo'ladimi? Uni ijtimoiy statusi qanday? Hammasini tahlil qilib qaror qabul qiladi. Ya'ni biz model quramiz, mana shularni inobatga olib va bu model
qaror qabul qiladi. Bu klientga kredit bersang bo'ladi yoki bo'lmaydi. Keyingisi mana telekom sohasida ham telefonlar bilan. Bunda boshqacharoq modella ishlaydi. Masalan, sizlar bilasizlarmi? Ko'p internet ishlataversangizlar, sizlarga shunaqa SMS keladi. Mana bu paketdan foydalansang, e, arzonroq paket taklif qiladi. 10 gigabaytni masalan 5000 so'mga 10 gigabayt sotib ol. Yoki bunaqa shu tariflarni chiqaradilar, yangi tariflar. Bu hammasi o'sha klientlarni e, mijozlarni, ya'ni customerlarni saqlab qolish va ko'paytirish har bir, masalan, Telekomda Uztelecom bor, Mobiuz bor, Ucell bor, Beeline bor, hammasi o'z ustida ishlayapti. Ular tahlil qiladi mana shu customerlarni qanday, kim faqat gaplashyapti, kim internetni ishlatyapti, masalan, kim nechta odam yo'qotdi ular bir oyda, masalan 1000 odamni yo'qotdi. U 1000 odam nimadan foydalanayotgandi? Masalan, 1000 odam ham 800tasi telefonda gaplashayotgandi. U telefonni limit kamligi uchun ko'p pul to'layotgandi ular. Shuni aniqlash kerak u. Va 1000 odamni tark etgani sababi o'sha minutni qimmatligida yoki internet bilan bog'liq. O'shani 900tasi ko'p internet foydalanayotganda internet qimmat qo'ygan bo'ladi, juda ham ko'p pul sarflagan ular. O'sha uchun boshqa kompaniyaga o'tib ketdi. Shular analiz qilinadi-da, hamma ular foyda zararini hisoblab chiqib, keyingi oyda shunga qarab, masalan, ularni qaytarish kerak. Internetga skidka berar yoki arzonroq qilar yoki telefon boshqa tarif yaratadi-da, endi u tarifni o'zida qololmaydi, chunki u tarifda odamlar bor. Yangi tarif chiqaradida, telefonda gaplashishni arzonroq qilib qo'yadi, internetga sal o'tkazib qo'yadi va shunaqa ustida ishlab, hammasi o'z ustida ishlaydi, mijozlarni saqlab qolish uchun. Endi social networklar bilan webda, masalan, shunaqa internetda Amazon saytlar bor. Siz kirib turib, masalan, deylik, bitta notebook sotib olsangiz yoki telefon sotib olgan bo'lsangiz, sizga keyingi safar faqat mana shu telefonni nimalari chiqadi. Yangi telefon kimdir ko'rsa, sizga chiqaveradi. Shuni sizga taklif etadi. Yoki siz kitob. Men bitta kitob sotib oldim mana shu sun'iy intellekt bo'yicha. Keyinchalik yana machine learning bo'yicha ham kitob sotib oldim. Keyin qandaydir ular kitob sotishga qo'ysa, mana shu sohalarda sun'iy intellekt va machine learningga aloqador qandaydir kitoblar qo'shilsa, o'sha hamisha menga shu narsani taklif qilaveradi. Meni oldimdan chiqaveradi. Chunki men unga qiziqishimni biladi-ku, analiz qilgan, tahlil qiladi. Va men shu kitobni sotib olsam, modelni eng katta yutug'i shu. Tushunarlimi? Modelni eng katta yutug'i menga shu kitobni oldirdi. Yoki oddiy mana YouTube'dan nima qilaman? Sizlarga aytaman. TikTokmi qandaydir YouTube'da short videolar ko'rasizlar, qisqa videolar. Faqat sizga yoqadigan, sizni ko'radigan videolaringiz chiqadi sizga. Masalan, siz ko'proq futbolga qiziqsangiz, faqat futbolni videolari, ko'plab futbol videolari oldingizdan chiqaveradi. Chunki YouTube allaqachon shu sizni behavior, sizni nimangizni ko'rish e, xususiyatlaringizni analiz qilib, tahlil qilib, model yaratgan, shu model aytadi, sport sohasidagi videolarni beraver yoki kinoga doir videolarni chiqaraver deydi. Siz mana shu videoni o'tkazib yubormasdan ko'rsangiz, shu har bir ko'rganingiz o'sha modelni yutug'i. Siz agar kinoga qiziqsangiz yoki ovqat pishirishga qiziqsangiz, sizga garantiya futbolni videolari chiqavermaydi. Bir judayam ko'p hamma ko'rgan video chiqmasa, sizga muntazam ravishda futbolni videolari chiqmaydi. Savollar bormi? Kimda qanaqa savol bor?
Yo'qmi savol? Bo'lmasa davom etamiz. Mana big datalar bilan. Data boshida aytgandek, yildan yilga e, judayam kattayib boryapti. Va bizni resursni, mana bizni kompyuterlarimiz hozir katta, unaqa judayam katta nimalarni analiz qilolmaydi. O'zi chegaralangan limiti bo'yicha kichkinaroq datalarni analiz qilishimiz mumkin. Lekin juda katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishni bizni mana bu kichkina kompyuterlarimizda ilojimiz yo'q. U uchun katta serverlar kerak. Men e, haqiqiy mana shu serverlar hozir endi O'zbekiston ham olib kelyapti. O'zbekistonda ham bo'lyapti. Sekin-sekin bizga ham keladi. Italiyaga, Ispaniyaga borganimizda haqiqiy mana shu serverlarni ko'rib, adashmasam mana shu rasmi ham bor edi. Mana xuddi shunaqa edi. Shu rasmmi, shu emasmi bilmayman. Xuddi mana shunaqa edi. Biz kirgan Santiago'dagi kirgan serverimiz taxminan 6 million dollar atrofida deyishgandi mana shu serverlarni. Va bu qanday ishlaydi? Siz mana shu katta hozir mana shu deep learning, sun'iy intellekt modellari rivojlandi-ku, liboy rasmmi yoki boshqa, hozir uni ham tushuntirib o'taman. Shuni analiz qilmoqchi bo'lsangiz, sizga bu kompyuterda qilib bo'lmaydi, oddiy kompyuterda. Unga katta server kerak. Bular mana shu serverdan bitta access beradi sizga, kirish. Bitta foydalanish e, nimasini beradi, ruxsatini. Va mana shu O'zbekistonda o'tirib ham bularni mana shu serverga bog'lanib, bemalol boyagi modellaringizni ishlatsangiz bo'ladi mana shu kuchli kompyuterlarda. Chunki oddiy kompyuterlaringiz ishlolmaydi. Mana hozir endi sizlarga nimalarni tushuntiraman. Qanday turlari bor? Birinchi, oddiy, mana tushuntirganimni oddiy datalar bilan ishlash. Ikkinchi, rasmlar bilan ishlash. Sohalar. Uchinchi, signallar bilan ishlash. Mana shu eng katta, eng muhim uchta nimasi bor. Birinchisi oddiy, bu tekst bilan, sifrovoy, raqamli informatsiyalar bilan ishlash oson. Lekin rasmlar bilan ishlaganda rasmdan ma'lumotlarni ajratib olish, rasmlarga to'g'ridan-to'g'ri model qurish, bular oson emasda. Judayam ko'p katta rasmlar bo'lsa yoki signal bo'lsa, katta signallar bo'lsa, bulardan informatsiyani ajratib olib, unga model qurib ishlash uchun judayam kuchli kompyuterlar kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Onda tushundik. Ee, Qanaqa savollar bor? Hozirgacha savollar bormi? Xuddi mana shuni hozir. Assalomu alaykum Tamam. domla o'zi Va alaykum assalom. ishi ochib turgan slaydimizni o'zbekchasini modulga yukladim dedingiz-ku, shuni ochib shundan foydalansak bo'lmaykan darsda hozir. Inglizcha bilmimizdan ko'pimiz. Yo'q, bu yerda hozir hech qanday narsa yo'q. Hozir Bu ochib introduction turgan bo'lgani uchun. Hozir bu kirish bo'lgani uchun ko'proq o'zim gapiryapmanda. Bu yerdagi nimalarga qaramasdan, e'tibor bermasdan, buni o'zbekchasi ham bor. Buni o'zbekchasi emasda, material o'zimizni darsimizdagi o'zbekcha, inglizchani ham bunbas boyitilgani boshqasi u yerda turibdi. Lekin men darsni material sizlarga moslab qilingan, u yerdagi bemalol tushunib olishingiz uchun darsda ko'proq ulardan ham chiqib ketib bemalol bu kirish bo'lgani uchun keyingi darslarimizdan faqat model o'rganamiz, u sifralar bilanda, uni hech qanaqa nimasi yo'q. O'sha uchun bemalol hozir keyingi darsimizdan ham ko'rasizlar, faqat sonlar, modellar, usullar bilan ishlaymiz. Menimcha bu narsani o'zbekchasini qilmaganman, shuning uchun bu kirish bo'lgani uchun. O'sha uchun bemalol nima bilan, u misollar bilan tushuntiryapman sizlarga. Bulardan ham tashqarida tushunarli bo'lishi uchun umumiy. Hozir birinchi darsimizda kirish bo'lgani uchun umumiy katta ideyani bu
butun kursni ideyasini tushuntirib olsam, keyin modellarga o'tganimizda ular faqat son bilan metodlar ishlaydigan. Unda til hech qanaqa narsani ahamiyati yo'q. Tushunarlimi? Ramulla, menda bir savol bor edi. Mhm. Bizlere o'rtacha maksimal serverlar bilan ishlaganimiz ma'qulmi yo provodlar bilanmi? Xo'p, bu masalani qo'yilishına bog'liq. Masalan, men oldin shu Sloveniyada PhD'ni, doktoranturani Sloveniyada qilganimda, o'sha payti mana shu kompyuterimda bo'lmasdi. Xuddi shu bilan bir xil edi kompyuter. Kompyuterimda qilganman algoritmini. Kodni yozib chiqqanman. Keyin bitta kichkina datasetda ishlatganman. Murakkabroq model bo'lgan. 17 soat kutganman natija chiqishini. 17 soatdan keyin chiqsa, endi o'ylab ko'ring. Bitta joy xato bo'lsa, uni to'g'rilab ishlataman desam, yana 17 soat, bir kun kutamanda. Menda mana shundan 15 ta dataset bor, ishlatishim kerak. Men bitta natijani olishim uchun endi o'ylab ko'ring, 15 kun ketadi. Keyin domlamga aytganman, domla, to'g'risi u men qachon zashta qilaman, u har bir nima 15 kun bo'lsa, yana bitta ish qilsak, yana 15 bir oylab eksperimentga o'ziga ketsa faqat. Keyin aytganman, keyin Sloveniya o'sha universitetdan menga serverdan bitta boyagi klaster qilib bergan. Klaster server sal kuchliroq edi, hozir aytganingizdek o'rtacharoq edi, juda ham kuchli emas. U Ispaniyadagidek emas. Juda ham kuchli emas edi, lekin men uni 15 ga bo'lganman, klasterni. 15 ta klasterga ajratib, 15 ta kompyuter sifatida foydalanganman. Bittada 15 ta datasetimni yuborib, masalan 10 soat, 12 soatda chiqqanmi, 4-5 soat tezroq, lekin 12 soatda 15 kunlik ishim ketgan. O'rtacharoqda. Lekin mana yaqinda hozir oktyabrda Sloveniya xuddi shu kursni, machine learningni Sloveniyada, Hindistondagi talabalarga dars berib keldim. Hindistonda VIT universitetda e, bir oy mana shu kursni, xuddi shu kursni o'zini o'sha talabalarga o'tib keldim. U yerdagi oddiy kompyuterlar, men to'g'risi hayron qoldim. O'sha klassdagi, xonadagi kompyuterlar 100 ming dollar atrofida ekan. Kompyuterlarni o'zi oddiy foydalanib o'tirgan kompyuterlar 100 ming dollar. O'sha talabalar ham foydalanadigan kompyuter. Ularga boshqa kompyuter kerak emas. Men ham ular bilan kelishib, u hozirgi holatimizdan men ham imijlar bilan, rasmlar bilan ishlayapman. Mana shu rakni, ko'krak bezi saratoni raki yoki o'pka raki shunaqadan olingan rasmlarni dan ma'lumotlarni ajratib olib, unga model qurib, shu model yordamida yangi kelgan bemornikini rakmi rak emasmi shu rasmidan qarab turib qiladigan model qilgan. Mana shu model uchun shunaqa kuchli kompyuter kerak. Oddiy kompyuterlarda ishlab bo'lmaydi. O'rta server, o'rta nimangizga kerak? O'rtacharoq data bo'lsa, kichkinaroq data. Lekin rasm, signallar uchun mana hozir Sloveniya bilan ham hamkorlik qilyapmiz. Xudo xohlasa, aprel oyida Sloveniyaga tashrifimiz bor. Xuddi mana shu ilmiy ish uchun kofe bilan bog'liq signalni обработка qilish, signalga model qurish, signaldan. Bu kompyuterda uni qila olmayman. Shuning uchun men hozir Sloveniyaga borib, o'sha laboratoriyada eksperimentlarni o'tkazib, natijani olib, keyin yozadigan qismini alohida yozsa bo'laveradi. Lekin mana shu signal katta data uchun, image uchun, mana rasm uchun katta datalar uchun katta kuchli server kompyuterlar kerak. Lekin oddiyroq, kichkinaroq 500 minggacha bo'lgan, 2000gacha bo'lgan datalar bilan ham ishlash uchun bu kompyuterimda ishlasam ham bo'ladi. Hozir men shu kompyuterda ishlab o'tiribman. Shu kichkina datalar bilan. Bu
datani katta kichikligiga bog'liq. Serverni katta kichikligi yoki kuchliligi. Xo'p, bu nimalarni tushuntirdim. Damulla ovozingiz kelmay qoldi. Yo'q, hozir nimalarni qarayapman. Buni hammasini tushuntirib o'tdim. Kitoblarni tushuntirdim. Xo'p, e, demak endi e, hozir klassifikatsiya qismini tushuntirib berdim. Endi kursni umumiy narsasini tushuntirib, qanday bosqichlari bu machine learningni qanday sohalari borligini tushuntirib, har birini tushuntirishga harakat qilaman. Birinchi eng kattasi hozir mana shu klassifikatsiya. Classification e, masalalari. Bunda hozir aytganimdek, bizni qilgan ishimiz ko'krak bezi saratonini aniqlashda, sun'iy intellekt modeli yordamida aniqlash. Keyingisi, masalan, COVIDni ham aytsa bo'ladi. COVIDda o'tgan data bor, yig'ilgan data. Hozir necha 100 million bo'lib ketgan o'sha natijasi COVIDga topshirganlarni. O'shani analiz qilib turib model quramizda yangi kelgan odamni o'sha qon analizi yoki qandaydir parametrlarni olamizda shu bo'yicha modelni o'zi qaror qabul qiladi. Bu odam COVID yoki COVID emas deb. Masalan, qanaqa atribyutlar, parametrlar bo'lishi mumkin? Temperatura, ta'm bilish, hid bilish, holsizlik, yana qandaydir parametrlar bo'ladi. Shu parametrlar bo'yicha masalan e, data qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Oddiy datamiz. Birinchi odamniki. Ta'm bilmaydi, hid bilmaydi, temperaturasi yuqori va bunaqa hokazo parametrlar, natija COVID. Ikkinchi odam bunaqa COVID. Uchinchi odam bunaqa COVID emas. Va shunaqadan bizda mingta odamni dannisi bor, datasi bor. Tushunarli? Endi biz shuni mana shu sun'iy intellekt machine learning modellari yordamida tahlil qilib model yaratamiz. Model yaratamiz va keyin mana shu model yordamida bu model qanaqa bo'ladi? Qoidalardan tashkil topadi. Masalan, agar temperaturasi yuqori bo'lsa va ta'm bilmasa, u holda COVID. Ikkinchi qoida. Agar hid bilmasa, holsiz bo'lsa va qanaqadir, u holda COVID. COVID chiqadigan qoidalar, COVID chiqmaydigan qoidalardan deylik masalan 10 ta qoida bor modelda, 20 ta qoida bor. Mana shunaqa qoidalardan tashkil topadi model. Modelimizda 20 ta qoida bor. Endi yangi bemor keldi va u analiz topshirdi. Bizda natijalari bor. Mana bu ta'm bilmaydi, hid bilmaydi, temperaturasi yuqori va hokazo. Endi biz buni nima qilamiz? Model qanday ishlaydi? Modelni ishlashi bilan tushuntirib beraman. 10 ta COVID, 10 ta COVID emasga nimamiz bor edi? Qoidalarimiz bor. Birinchi qoida buni to'g'ri topa oladimi? Ha, to'g'ri topsa, demak 1 plus COVIDga. Ikkinchi topdimi? Yo'q, o'tamiz. Uchinchi topdimi? Ha, plus. Va hokazo shunaqa o'tdik. 7 ta plus chiqdi. Demak, COVIDga 7 tasi topdi. Endi COVID emasni o'rtib chiqamiz. Bitta, ikkita. Ikkitasi to'g'ri topdi COVID emasni. Demak, 7 ta COVID, 2 ta COVID emas qoida buni to'g'ri topdi. Demak, 7 ga 2 bo'lsa, javob nima bo'ladi? Javob nima bo'ladi? 7 ta COVID, 2 ta COVID emas.
Covid bo'ladi domla. Covid bo'ladi. Demak, qaysi birsi ko'p bo'lsa, shuni model shu bo'yicha qaror qabul qiladi. Demak, javob bu bemor Covid deb qaytaradi. Bu klassifikatsiya modelini ishlashi. Xuddi ob-havo barcha klassifikatsiya muammolariga qo'llash mumkin mana shu turdagi algoritmlarni. Bunaqa algoritmlardan 4ta 5tasini o'rganamiz kurs davomida. Endi keyingi soha association rule mining, ya'ni umumlashgan qoidalar. Bu sal boshqacharoq. Bunda e, Xo'p, association rule miningda biz umumlashgan qoidalarni bir-biri bilan bog'liqlik qoidalarini topamiz. Bunda klassifikatsiya sohasiga qo'llab ishlatsa ham bo'ladi buni. O'zini asosiy sohasi, masalan, nimada supermarketlarda yoki fast food restoranlarida bo'ladi. Supermarketlarda bitta odam nimalar sotib oldi? Bitta odam masalan non, sariyog', go'sht, tuxum sotib oldi. Bu birinchi odamning narsasi. Transaction deb aytiladi. Ikkinchi odam bunaqa narsalar, uchinchi odam bunaqa narsalar oldi. Bunda dataset mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Biz buni tahlil qilib, shunaqa natija nima bo'ladi? Sen nimaga aytishimiz mumkin? O'sha supermarket egasiga, agar kola, fanta, kola, non, tuxumni uchalasiga birgalikda skidka bersang, alohida sotgandan ko'ra ko'proq foyda olasan. Buni hozir konkret mana fast food restoranda tushuntirib beraman misoli bilan. Hozir Evas'ga borsangizlar, mana shu yerdagi fast food restorani cheeseburger bor, kartoshka free bor, kola bor, nimadir shirinligi bor. Deylik 10 ta xil mahsuloti bor, 10-15 ta. Mana shular takrorlanib sotilaveradi. Bu turdagi sohada takrorlanadigan data kerak. Frequent deb aytamiz, takrorlanadigan. Endi biz mana shularni analiz qilib, tahlil qilib, model yaratamiz va u o'sha EOS egasiga aytish kerak. Hozir mana shu yerda cheeseburger, kartoshka free va kolaga ular ham ishlatyapti, nimadirlar ishlatishyapti. Uchalasiga birgalikda skidka bersang, alohida sotgandan ko'ra ko'proq foyda olasan. Bu nimadan kelib chiqadi? Aynan men o'zim boshida mana shu zarur bo'lgan paytimiz, pul O'zbekiston mana shu stipendiyalarimiz tushmagan payti, birinchi ketgan paytlarimiz McDonald'sni o'zida ishlaganman, ishlab ko'rganman. Haqiqatda mana shu soat yoziladi ustiga, salat bormi yoki cheeseburger bormi nimadir. Soat yoziladi, masalan 4 yozilsa, o'sha 4 ta shu narsalarni musorga tashlashadi. Ustida yozilgan soatda. U cho'zilmaydi yoki ertagacha uzaytirilmaydi yoki olib qolib qaytadan sotilmaydi, nimadir ish qilinmaydi, to'g'ridan to'g'ri musorga tashlab yuborishadi. Hech narsaga hech kim qaramaydi. Vaqti keldimi, hammasi yig'ishtirib olinadi, musorga tashlanadi. Endi model nimalarni analiz qiladi? Bu juda ham sodda ko'rinishi mumkin sizlarga. Masalan, cheeseburgerni o'zi $10, kolani o'zi $10. Kartoshka frini o'zi $10. Uchalasini alohida sotsa $30 bo'ladi. Lekin biz unga sen uchalasini
30 ga emas 23 dollarga sotsang ko'proq foyda qilasan deb aytishimiz mumkin. Model shunaqa deb aytyapti. Nimalarni e'tiborga oladi u? Masalan, biz 100 ta sotdik deylik. 100 ta sotsak jami har biridan 10 dollar, 10 dollar, 10 dollardan 300 dollar ishlaymiz. To'g'rimi? 300 dollar ishlaymiz. Har birini 10 dollardan 100 ta sotsak. Yo'q, nima 10 ta sotsak deylik. 100 dollar, 100 dollar, 100 dollar bo'ladi. 300 dollar ishlaymiz. Endi uchalasiga skidka bersak, biz har biridan 10 ta 10 ta sotmaymiz, ko'p sotamiz endi. Chunki biz analiz qilganmiz, bu ikkitasini olgan odam uchinchisini ham 3 dollarga qo'shib bersak, uni olish ehtimolligi juda ham yuqori. Alohida o'zi 10 dollar bo'lganda olish ehtimolligi past, lekin uni 3 dollar qilsak, olish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Endi buni 10 ta 10 ta emas, biz 20 ta 20 ta 20 ta sotishimiz mumkin. Va biz nimadan yutamiz? Foydadan ozgina kamroq zarar ko'rishimiz mumkin, lekin musorga tashlaydigan qismimiz ham bizdan zararimiz-ku, uni ham 10 dollardan sotamiz-ku sotsak. Mana shular bilan hisob-kitob qilinganda ko'proq foyda olasiz deb biz unga taklif beramiz. Mana shu narsa association rule mining deb aytiladi. Mana shunaqa qiziqarli algoritmlarni hammasini shu kurs davomida o'rganamiz. Qanaqa savollaringiz bor hozir mana shu nima bo'yicha? Bir kirishib olib, Damulla, ayting. endi siz hozir 10 dollar olduğunuzdan dediniz her kazanım. Üç Aha. nerseni. Üçsünün üçün gelip çıkan halde 23 dolar et koydunuz ya 25 dolar et koymadınız. Men taxminan aytdim. 23 dollar yoki u ham analiz qilinadi. Masalan, 25 dollar desam, oxirgi narsa 5 dollardan ketib turibdi. 3 dollarga tushirsam, nalar ham inobatga olinadi-da, u axlatga ketadigan, musorga ketadigan qismi qancha uni? O'sha 3 dollardan musorga ketadigan qismini ham 3 dollardan berib yuborsa, bizga u foydamizga o'tadi. 5 dollar qilsak, kamroq sotishimiz mumkin. Shu narsani 6 dollar qilib qo'ysak, uje 10 dollarda olmagan odam 6 dollarda olishi kamdan sal kamayadi-da. 5 dollar qilsak, undan sal ko'payadi. 3 dollar qilsak, undan ham ko'payadi. Hamma narsa e'tiborga olinadi. Men bu yerda taxmin aytdim 23 dollar deb. Uni masalan o'zini nimasidan kelib chiqib 27 dollar qilib qo'yish mumkin. Masalan, uni sotishga ehtiyoji yo'q u narsalarni. 27 dollar qilib qo'yadi, o'zi ham zo'r ketyapti. 27 dollar qilib qo'yish mumkin. Yoki arzonroq narsa 1 dollar, 2 dollardan ham berib yuborishi mumkin. 21 dollar, 22 dollar ham qilib yuborishi mumkin. Asosiy maqsad nima? Trashga, musorga ketadigan qismidan yutish bo'lishi mumkin. Tushunarli Damulla. Xo'p, bo'lmasa keyingi slaydga o'tamiz. Mana bu yerda deskriptiv statistika, bu hozir o'rganadigan narsamiz statistik funksiyalar, statistik ma'lumotlarni qanday nima qilamiz, olamiz. Birinchi, bu o'rtacha qiymat. Mean yoki average bu o'rtacha qiymat. Masalan, 5 ta sonning o'rtacha qiymati qanday topiladi? Kim aytadi? Ha? Assalomu alaykum ustoz. Avval 5 ta son bir qo'shib 5 ga bo'linadi. Bo'ldi. Mana shu o'rtacha qiymat. Mean yoki average deb aytiladi. Mana shu narsalarni men to'g'ri sizlarga o'zbekchasini bilasizku, men o'rtacha. Mana bu inglizchalarini ham bilishlaringiz uchun bu materialni ham beraman, buni ham qo'yyapman-da, buni shundan o'rgatyapman. Chunki
ertaga sizlar nimadir qilmoqchi bo'lsangizlar, ko'rmoqchi bo'lsangizlar, boshqa joyda model ko'rganlaringizda mana bu terminlar bilan yoziladi, bular bilan. U o'rtacha degan narsalar bilan emas. Bularni ham bilib qo'yinglar, shuning uchun bundan uni o'rgatyapman. U narsalarni bilasizlar oddiy. Keyingisi median degan bu middle element, bu o'rtacha elementi, o'rta element degan. Bu narsa 5 ta son bo'lsa o'rtadagisi. Tushunarlimi? Middle element. Masalan, 1, 2, 3, 4, 5 deganni middle'i 3 bo'ladi. O'rtasi. Endi mode degan. Mode eng ko'p takrorlanadigani. O'sha datadagi eng ko'p takrorlanadigan element. Masalan, 1, 2, 2, 3, 4. Eng ko'p takrorlanadigani 2 bu yerda. Tushunarlimi? Mana bo'lmasa boshladik. Mana shu hozir 5 ta narsani topamiz. Birinchi minimum. Minimum netchi? Mana shu datada minimum netchi? 1 ustoz. 1. Maksimumchi? 8. Xo'p, average'chi, o'rtachasi? 5. Yo'q, o'rtacha Uchdan. qiymat. O'rtacha qiymat 3. qanday topdingiz? 1, 2, 3, 4, 5 sonlar ichida o'rtasi 3 bo'ladi. Siz bu data ko'rinyaptimi sizga? Ha? Yo'q, 40 bo'ladi. 40 ni 9 ga bo'lsak 3 bo'ladida, To'xtadi. 3 butun Yo'q, o'n chiqadi. 4,49 ga bo'lsangiz 4,44 mi shunaqa? Ha? To'g'ri. 4,44, 40 ni 9 ga bo'lsangiz. Endi modchi eng ko'p takrorlanadigani? 8, to'g'ri. Endi tekshiramiz. Mana to'g'ri hammasi. Endi median so'roq. Medianni qanday topamiz? O'rtasi bo'ladimi? Bo'lib? O'rtasi yaxshilab qarasizlar, yaxshilab tushunasizlar. Boya aytgandek o'rtasi. Endi o'rtasini topishimiz uchun birinchi bo'lib bu elementlarni tartiblash kerak. O'sish ketma-ketligida tartiblab olamiz. 2 Tartiblanganda bo'ladi. fikringizdami? 2. Ha, 4. Median qaysi birisi median? 4. 4. Endi qaranglar, medianni tushuntiraman. Yozasizlarmi? Bir joyga yozinglar. Agar elementlar soni, keyin yozib olsangizlar ham bo'ladi, audioda eshitib. Agar elementlar soni tok bo'lsa, median o'rtadagi element bo'ladi. Masalan, bu nechta hozir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta. Demak, 9 ta bo'lsa, 5-inchisi median bo'ladi. O'rtadagi element median bo'ladi, agar tok bo'lsa. Elementlar soni juft bo'lsa, o'rtadagi ikkitasini qo'shib 2 ga bo'lamiz, yarmini olamiz. O'rtadagi ikkitasini qo'shib 2 ga bo'lamiz. Buni o'rta arifmetiki netchi? 4,5 to'ppa-to'g'ri. Chunki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ta bu juft bo'lgani uchun o'rtadagi ikkalasini qo'shib 2 ga bo'lamiz. Tushunarlimi median? Kimda savol bor hozir bu 5 tasi bo'yicha? Tushunarli, ha? Zamonlar. Av. Necha hozir 9-10 bo'lib turibdi-ku bular. Mediancha bo'ladi. 15, 16 bo'lsam shu o'rtadagi hisoblanami shunda? Ava. Tartiblimiz o'rtadagisi. Mediancha bo'ladi deysizmi? Hozir 4 bo'ladimi? So'rab turgan edi. Shunda o'rtasi. Bu uchun 4 bo'ladi, ava. Bu birinchi. Bu uchun 4,5. Bu boshqa bu. Boshqa dataset bu. Bu boshqa dataset. Bu boshqa. Bu 10'li, bu 9'li.
9'da 4 bo'ladi, 10'da 4 yarim. Tushunarlimi? Tushunarli damla. Endi bizada eng muhim ikki dona qiymatimiz bor. Bu narsalardan aniq aralıkdan savol tushadi. Shuning uchun yaxshilab tushunib olinglar. Q1, Q3. Bular nov ekanligini tushuntiraman. Demak, eng kichkinasini nov deb aytdik. Minimum. Minimum dedik. Minimum. To'g'ri. Minimumni deylik 0% deb tushuninglar. Minimum 0%, to'g'rimi? Eng kattasini nov dedik. Maksimum. Maksimum dedik. Bu necha foiz? 100%. Doğru mu? 100%. Ortadagini median dedik, doğru mu? Median necha foiz? 50%. 50%. Doğru. Endi bizada Q1 bilan Q3 degan tushuncha. Q1 degan birinchi chorak, first quartile. Q1 birinchi chorak, Q3 uchinchi chorak. Q1 necha foiz bo'ladi shunda? 25. To'g'ri, 25%. Q3 75. 75%. To'ppa-to'g'ri. Endi qaranglar. Q1ni nishab topamiz desa, u kim aytadi shu o'rinda? Sizlar ham ozgina fikrlanglar qani. Q1ni nishab topamiz. Medianni o'rgatdim. Ozgina fikrlashga harakat etinglar. Birinchi chorak dedingiz-ku, boshda Aha. 100%ni 4 ta bo'lib netmamiz va 25 bo'ladi birinchi chorak bo'lsa. Nishab 4 ta bo'lamiz shuni. Aniqroq. 4 chorak bo'ladi-ku, maksimumi 100% deb olsak, birinchi chorakini shunda 25 tushadi. Men sizlarga hozircha biladigan versiyangizdan 0,25 foydalanaman. tushmaymi unda? Ha? 0,25 tushmaymi damla? Yo, hozircha medianni o'rgandingizlar-ku. Avoy. Shundan foydalanib aytishga harakat etinglar. Faqat median bilan topishar. Men sizlarga yana yordamlashdim. Mediandan foydalanib topishar. Şu birinchi median 4 dami? Ya boshqadan. O'zi median degan so'zdan. He. 2 bilan 3'ü qo'shib 2'ga bo'lamiz. Ha? Ikkinchi son bilan uchinchi sonni qo'shib 2'ga bo'ladimi? 25% topish uchun. Qaysi datasetda? Birinchidami bu yuqorida endi? Ha. Yo'q, To'g'ri, shunday ikkinchisida. bo'ladi. Bu narsa to'g'ri, shunda deb topiladi. Bu dataset uchun. Lekin narsani ayting endi. Ideyani, g'oyani. Shu to'g'ri, nov narsa shu, nishab topib tursiz shuni. Q1ni nishab topdingiz, yana birinchida to'g'ri topdingiz Q1ni. Mediana bog'lab ayting. Men aytaman, siz ishab topganingizni. Q1ni ishab topdingiz. Mediandan chap tarafdagi elementlarni medianini topdingiz. Mediana bog'lanma deb turardim-ku. To'g'rimi? Kim tushunmadi? Kim tushundi, kim tushunmadi? Shunday. Mediandan chap tarafdagi elementlarni medianini topsangizlar Q1 bo'ladi. Demak, median 4 madi. Medianni o'zi girmaydi. Chap tarafindagilar 1, 1, 2, 3. Bu 4 dona, to'g'rimi? Juft ekan. Buni medianini chap topamiz. O'rtada ikkisini qo'shib 2 ga bo'lamiz. 1 qo'shuv 2 taqsim 2. Demak, 1,5 ekan Q1. Birinchi dataset uchun.
Endi Q3'ni ishlab topamiz. Kim aytadi? 8 bo'ladi. 8 bo'ladi. Nishab, ya, men aytganini aytib ayting endi. 3 meridiandan o'ng tarafdagi 4 sonli 5, 8, 8-ku. O'rtasida 8, 8 Elementlarni bo'lsa, uch bo'ladi. mediani. Demak, Q3 mediandan o'ng tarafdagi elementlarni mediani. Tushunarli? Tushunarli. 1,5 bu 8. Do'ppa-to'g'ri ishladingizlar. Endi bu dataset uchun ishlanglar tez. Hamma narsani aytinglar. Minimumcha o'z tartiblanib turibdi ekan. 1. Minimum 0, Aha. maksimum Maksimum 9. O'rtachasi 1000. Tutasi Hammasini qo'shib bo'lamiz. Bu yaxshi shart emas. Nechadir chiqadi hammasini qo'shib 10 dan ham 10 bo'lamiz. Yo'q, ansat o'xshaydi bu. 1, 2 ko'rsak 3, 6, 10, 15, 20, 26, 34, 43 mi? 43 ni 10'a bölsek 4,3 ekan o'rtachasi. Kim mediancha? 4,5. 4,5. Doğru. Mod en ko'p takrorlanadi uni? Yo'q, 5. 5 doğru. Kubir Bir ikkisini ban tarafı, o'ng taraf. yine şurada kubirni aytinglar. Kubircha. 1,5. Yo'q, ikkisini 3ni qo'sh. Yo'q, 2'ga 1'ni qo'shib, 2'ga bo'lsin. 3. 3ni yardım. Hata o'ylanilmasin. Bu yerda. Ha? 1,5. 2'ga 3'ni qo'shib. 7. Necha kubir? 3ni yarısı. Kubir necha? 3ni yarısı emasmi mı? 1,5 bu. Ha? 1,5. 1,5 emas. 2/1. Yo'q. 2,5 damla. Yo'q. 2 taqsim 1 emas. Nölam qo'shalamay adam. Nöl yo'q degani. Yo'q degani emas, son-ku nol, element-ku. Shunda damla. Ha? 2 damla 2. Ha, молодец. Yo'q. Kimdir aytdi? 2. 2. Nechun? nöl qo'shildim. Median necha? Medianı 3 bo'lishi kerak. Yo'q, o'zi median, общий median. 4,5. 4,5dan kichkina elementlar necha dona? Sananglar 5. 1, 2, 3, 4, 5 donami? 4,5dan kichkinalar. 5 dona sonni medianini nechab topamiz? O'rtadagisini? Bo'ldi, 2 ku median, kubir. O'rtadagisini damla. O'rtadagisi bo'ladi. Qush necha endi? Ban taraf. 1, 2, 3. 6. 6, doğru. Doppa doğru. Ana endi inamında dataset turibdi. Shu dataset bo'yicha hamma topamizdan maqsad bu narsada box plot chizish. Shu 5 dona vaj kerak bo'ladi. Q1, yani minimum, Q1, median, Q3, maksimum. Tushunarlimi? 5 dona vaj topishimiz kerak. Minimum, Q1, median, Q3, maksimum. Demak, hammasini topishni o'rgandingizlar hozir. Q1ni ham, Q3ni ham topdingizlar. Endi box plotni ishlab chizishni tushuntiraman, qaranglar. Minimumdan boshlaymiz yana bu yerni, chiziqni minimumdan boshlaymiz. Damda chiziq keladidan Q1gacha. Q1dan Q3gacha 4 burchak chizamiz yana. Q1dan Q3gacha 4 burchak chizamiz. Tushunarlimi? Keyin uni
medianda bölemiz. Medianda bölemiz. Keyin beyanını maksimumacha olib boramiz. Demak, box plotimiz minimumdan maksimumacha bo'ladi. O'rtada to'rtburchak Q1dan Qchacha bo'ladidan uni medianda bölemiz. Kim tushunmadi? Tushundik, tamam. Tushunarlimi? Noldan başlanamı o? Minimum. Navda yani Damla yana bir boslanmadan. tushuntirib bering shuni. Yine minimumdan başlayımız. Yine işi dataset üçün qaraymiz. Bunu birinchi tertiplab olish kerak. Necha dana bu? 3, 6, 9 dana ekan, to'g'rimi? Shu misolni o'zini ishlab beramiz, bo'lmasa ish o'rayna. Tertiplab olamiz. Aytib turasizlar. 3, Yetti. keyin 5, 7, 7, 8, qanisi 8, 12, 12, 13, 13, 14, 18, 21. 21. Ketdi endi yozaman. Minimum teng 3. 3. Maksimum 21. Q1 teng Ortası. Q1 birinchi medianni topamiz. Median teng. Medianni aytinglar. Hazır ortası. Necha dana bu? 9 dana. Median nima bo'ladi shunda? 13 mü? 11-20. 12 yarım. O'zi 9 dana. 12. 12 ni o'zi-ku. 11-22. 12'ni. 12 ni o'zi-ku o'rtada turibdina. Bu yanından 4, bu yanından 4. Tak-ku bu tak. O'rtada yana olamiz. Juft bo'lsa o'rtada ikkisini qo'shamiz. Endi Q1 ne? 12 bo'lsa mediandan bu yonda e'lon qaraymiz. Buni mediani. 5'e 7. Aha, 5 7ni qo'shib 12. 6 Yarısı. bo'ladi. 6 bo'ladi, to'g'ri. Q1 teng 6. Yan taraf. Q3 ne? Yanda 16. 14'e 8'ini koşamız mı yarısı? Yine Q3 12'den kattaları. 4 tane bam. 14 18'i qo'shib 2'ye bölsek 16, 16. to'g'ri. Endi maksimum qoldi, to'g'ri? Maksimum 20. 21 bo'ldi. Demak, boshladik. Yine 5 tane vaj kerak edi. 5 tanesini ham topdik. Boshladik chizishni. Minimumdan boshlaymiz. Minimum 3 mina. 3 ta boshladik chizishni. Geldikten Q1'de 4 burchak chizib boshlaymiz. Yine Q1 6 mı? Hmm. Qchacha chizamiz. Q necha? 16. 16. 16gacha 4 burchak chizdik yine. Q1'dan Qchacha. 6'dan 16gacha. Uni medianda bölemiz. Median 12 mi? Yine 12'de böldük. Endi beyanını maksimumacha olib boramiz 21'gacha yine. Endi tushundingizlarmi? Şimdiki. Özü teyar ekening. Ava, bu chizma, bu ishlanishi. Başta medianı tapmasa kıyım bo'ladi ekan. Ava, shu 5 tane narsani topish kerak, oddiy narsa. Xo'p, bo'lmasa shu narsalar buguna savollaringiz bormi? Nav savollar bor. Umumiy tushuncha paydo bo'ldimi kursimiz haqida? Tamam Damla. Xo'p, Bir bo'lmasa semestr o'tamiz damla. ava, bir Efendim, semestr bizlere o'tamiz. Bir semestr o'tamiz, xudo xohlasa. yaz geçe. Ava, yozacha, mayacha. Tushundik, rahmat. Bo'lmasa darsimiz tamom, xayr.